Assalamu alaikum qarindoshlar. Başlanmadım. Assalamu alaikum qarindoshlarim. Assalamu alaikum qarindoshlar. Ovozi bor deb o'ylayman. Bugun bekla qisqalan bir video qilmoq qarindoshlar. Agar ovozi bo'lsa bor deb sanalib bo'ldi. Bugun sizlarga qarindoshlar ikki ma'lum aldığımızdaki qarindoshlar ovozim bo'lsa bor deb yuz sanalib bo'ldi. Bunu o'zim so'zlab ketmay. O'sha yerni faqat bilgan olmaydi. Ovozim bormi qarindoshlar? Ovoz bormi yo'qmi? Men ovozimni faqat bilamadim. Ovoz ko'rinmaydi ekan. Men buni hozir to'xtatib o'tib turay. Ha, ovoz bormi? Ha, bo'lsa. Kechirsizlar, menda faqat texnikal narsa deyishdim bilmaydi. Qarindoshlar, hammalarga salom. Bugün beklam qisqa bir 5 minutlik video qilish uchun chiqdim. Ma bilganinglardek, yakshanba kuni Abdurahim G'ayni qarindishimizning programmasiga chiqaman. U yerda endi u amal va qisqa vaqtning ichida jiqroq narsani muhim temalarni so'raydi, chunki eng muhim narsalar masalalar ashada so'zlashildi. Shuning uchun temaning u kunki programmada bo'linib ketishini faqat qolmayman. Şuna ba'zi bir hozirgi kun tartibda kelgan narsalar to'g'ri bugun men qisqa videoni qilib o'tishni to'g'ri topdim. Bekli qisqa bo'ldi o'ylaganlardek, uzun bo'lmaydi. Shunga bu programmani butunlay shu diqqatimiz bilan astoydil, ya'ni suhbatni astoydil qilishimiz uchun qarindoshlar. Bugun meni ichitma u Abdurahim G'ayni qarindishimizning savollarini hatto yozgan va ya yozmagan har qanday savol bo'lsa sorsa men yaxshi javob berishga tirishish uchun ostida komment ostida diqqat chekilmasligi uchun bugun bir narsani qilib o'tmoqchi bu qisqa videoda. Bugun sizlarga ikki odamni tanishtirib qo'ymoqchi qarindoshlarim. Shu tunugun yo 3 kunning yaqin bo'layotgan ishlarga munosabatli bir video bo'ldi. Birinchi odam mening bir tanishim oldi bilan sizlar o'zingizlar ovozni anglanglar, andan kimligini deb bermay boshlandi. Salomlar bereceğim. Eğer tema kişilerlik bo'lgan bo'lsa, hakikaten işek bilen nimedak Arslandek tartışmadan yaxshi, lekin hozirgi bo'lsa joyliq bo'lgan. Onun gibi joyliqlar vatanning istiqboli Şarkı Türkistan'dan kelgisi karar verdi ama şuna işlerde oturluklu liyti kalaymakan kılalaydıgan potansiyel ego başka bulanın tartışımız biraz mücadelemiz okumaydı, bulanın körüşkümüz okumaydı. Cahilde bunu körüşkümüzse gün halkımızda tarihten beri devam kaygan bu kar kısmeti hiç kadar özgürlük olmaydı. Şu başka bu cahillikler bilen meyli kaplan demede büküm koysun, aslan nim basın, işek nim basın demeyin. Buna bilen şu fışırağa yerde şu ağzını tuncukturup gepere ağzına tıkıp şöyle bilen baş kütüğüne yapılıp köreş kılmasak milletimizden hazır kamış gün kilişede şu cahillanın, karpı satmanın akıl kararları müşrik sebep olan. Bunlardan benim ağın nimem bu şu hem de tesirim. Bu birinci tanışımız, yani tanışılan kişi. Bu kişinin ismi Şir Mehmet. Şir yani ayadaylıkta devletinin unutmakta karşısında yani mücadele kılışımız, sokuşumuz gerek diyen bu dostumuz ismi Şir Mehmet. Ondan keyingisi supuna hazırlaydı, ağzını tuncukturup yığıştırıp deyli, tuvaqlı bir deyli deb bir sorun tayyorlabdi bir yana bir qarindishimiz. Ondan keyin sizlarga yana bir aylanni tanishsizlar hozir. Assalomu alaykum, Arslan qanday ahvol, yaxshimi? Facebook'taki ilanni qarindoshlarimiz ba'zilari e'lon qilgan. Diqqatimdan qochib qoldi, uni ko'rdim. Chaqiriq bor yerda. Ko'p rahmat chaqiriqqa. O xildagi ishlarga men qatnashamayman. Qurultayning
katlaşışını tahmin kılmayman. Çünkü Bu ikinci tunuşulgan şahsının ismi Göç Mehmet. Yani otursa da bir sahne farkı var qarindoshlar. Şuna bugünkü video bir şeyde tügedi. Bunların şu vaqtlarda hayırlı olsun. İnşallah Abdurrahim Reyne qarindoshimizning programımızda amal va vaqtni qisqa yaxshi paydalanib bütün meseleler to'g'risida so'zlashimiz qarindoshlar. Allohga emanet. To'pining ichida shir, to'pidan chiqqandan keyin bo'shib qo'ldiganlarga mencha mush ichida ketadi. Rahmat qarindoshlar, Allohga emanet.